Yaqinlarim, assalomu alaykum. Sizlar uchun zo'r qaranglar, ro'parada masjid, jami masjid. Xonadonni qaranglar, 3,5 soti, 6 xona, podval, hamma sharoitlar bor ekan. Mana polvon sotyapti, xudo xolasa. Sotamizmi? Ani dodalarga, onaxonlarga yetamiz deb bo'ldi. Domdan tushinglar pastga, bolalar chaqanglarga etinglar, domlarda qiynalib ketdik. Uje 9-etajdan bola chaqadi, to'g'rimi? Mana uchastkada yashashgani yaxshi-yu, to'g'rimi? Malades. Qaranglar, zo'r mahalla. Bir chekkadan ko'rsatamiz. Fasad archalarni ekib qo'yishgan. Yuring, operator. Pastda egasini nomeri. Shaxsan siz ham uy-joy sotmoqchi bo'lsangiz, tepada nomerlarimiz. Hozir bir chekkadan ko'rsatamiz. Bu xonadonimiz 100% bitgan, podvollarigacha bor. Qaranglar, go'zal. Har bitta obuna bo'lib, shu videolarni tarqatib qo'ygan har bitta insonga bundan go'zallari nasib aylasin. Bu yerda 2 ta xona, tegi 100% podvol, bu yerda 4 ta xona, 2 talab sanuzel xonalar, ichkarida ham bor, tashqarida ham bor, oshxona ham. Hozir hammasini bir chekkadan ko'rsataman. Yuring, operator, bu yerni ko'rsatib chiqinglar. Yaqinlarim, dodalar, onaxonlar, sekin farzandlarni olib bundoq tushuntiringlar. Bolam, men o'sha sekin charchadim. 8-etaj, 9-etajdan pastga tushishga sotkinda ozgina pensiya yig'ib qo'yganman. O'shani qo'shib bir bolam mana shunaqa bir pastroqdan uchastka olib bergan. O'sha 8-etajga chiqib olganimizda qarindosh urug'lar ham o'sha chiqib tushib qiynalamiz deb kelmayapti. Qaranglar, xonadonni har bir bandaga nasib aylasin. Ichida sanuzel xonalari ham bor. Hozir bir chekkadan ko'rsatamiz. Qani? Olib qo'yadigan joyi. Bu joyi yaqinda biz syomka qilgan edik. Sal narxini noto'g'ri etib, kam etib qo'yimiz, ani dachalarimni adashib. Parkent 29 sotilik joy bilan sal adashtirib, sal kam etib qo'yimiz. O'shanga boshqatdan syomka qilyapmiz. Bu joylarimiz startviy narxini, Bismillahirrohmanirrohim, joylarimizni startviy narxini 200 ming so'ralyapti. Podvol endi dachadagi narsalar kelgan to'la ekan. Polniy splashnoy tegi 1 sotidan oshiq podvol. Yuringlar. Qaranglar, zo'r mahalla. Toshkent, Zangata tumani, Tokzor mahallasi, Bobur ko'chasi ekan. Tashqaridagi sanuzel xonalari, qaranglar. O'za. Kelinchi operator, chaqqon. Bunday ko'rsatib qo'yamiz. Ozoda, toza. Bu yerda oshxonasi mana. Qaranglar, mebellari, hamma narsasi qolar ekan. Pastda egasini nomeri. Yaqinlarim, shaxsan sizga uy-joy kerak bo'lsa, yo sotmoqchi bo'lsangiz, tepada 2 talab nomerlar qo'yganmiz. Ko'p odamlar bizga pul zarur sotib ber deydi. Sizga ro'para qilib yuboramiz. Sizga uy-joy kerak bo'lsa yoki pulim naqd mani deydi. Ober uy deb bizga zakaz qilishyapti. Sizga ro'para qilib yuboramiz. Yuringlar, bu yo'llarni ham bir ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda uy egasiligi uchun kirmaymiz, hozir tepalarni ko'rsatamiz. Bu yerda общий 4 ta xona. Pastda bitta katta mehmonxona va sanuzel xona, ani kladovkasi bor. Bu yo'llarni hozir 4 ta xonani ko'rsatamiz. Pastda bitta xona, bu yerda 3 ta xona. Qaranglar, zalni qaranglar. 11 metrli zal. Balandligini did bilan qilingan. Eni ham 4,5 metr. Balandligi 320. Zo'r. Aji gilamlarini ham bonusga shotga tashib ketamiz deyishyapti. Bu yerda yotoqxona kattalar uchun. Ya'ni konditsioner bormi, dushovoy kabina bormi, hamma pardalari bormi, hamma shotga tikilgan. Tashab ketamiz deyishyapti. Katta spalni, o'zi ham bir 7 metrga 4,5 metrli balangina spalni. Har bir bandaga bundan go'zallari nasib aylasin. Shu videolarni tarqatib qo'yinglar. Pastda egasini nomeri, Toshkent viloyati, Zangata tumani, Tokzor mahalla. Shundoq ipodromdan o'tgandan keyin temir bozor borki, Izza bozor. Ana o'sha yerda kirib kelganda
251 maktabdan shunda o'tgan yilida 400 metrgina ekan maktabdan. Hamma sharoitlar bor. Katta ko'chaga yaqin. Mana kelinglar, gaplashib olib qolinglar. Ana ertasiga har xil takliflar, variantlarni pastlik egasiga beringlar. Sotmoqchi bo'lsanglar, olmoqchi bo'lsanglar, tepada nomerlarimiz, yordam kerak bo'lsa. Sog' bo'linglar, ketdik.